Poytaxtimizda velosport bo'yicha erkaklar va ayollar o'rtasida o'tkazilgan O'zbekiston chempionati qiziqarli bahslarga boy bo'ldi. Turnirning so'nggi kunida ishtirokchilar yakkalik ta'qib, Madison, Scratch, Omnium hamda jamoaviy bellashuvlarda o'z mahoratlarini namoyon etishdi. Kutilganidek terma jamoa a'zolari aksariyat yo'nalishlarda sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdi. Xususan ayollar o'rtasidagi yakkalik ta'qib bahslarida Asal Rizayeva 3-o'rinni egalladi. 2-o'rin Anna Kuskovaga nasib etgan bo'lsa, Yanina Kuskova oltin medal sohibi bo'ldi. Scratch yo'nalishida erkaklar orasida 45 aylanada Kamron Mirzarahimov eng yaxshi natijani qayd etdi. Trekda o'tgan turnir o'z nihoyasiga yetdi. Mazkur bellashuvlarda Murodjon Xolmurodovdek tajribali sportchilarning borligi ham o'zgacha motivatsiya bag'ishladi. O'zbekiston Velosport Federatsiyasiga mana shu kabi musobaqalarni tashkil qilgani uchun rahmat aytaman. Hammasi yuqori darajada o'tdi. Сборы проходили у нас сначала в Чимгане. Avvaliga Chimyon va Xumson tog' yonbag'irlarida tayyorgarlik jarayoni bo'lib o'tdi. Shundan so'ng Turkiyada o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazdik. Shu bilan birga musobaqada ham qatnashib, 2 ta sovrinli o'rinlar bilan qaytdik. Ko'rib turganingizdek, Toshkentda ham katta musobaqa bo'lib o'tdi. Ayollar o'rtasidagi Omnium yo'nalishida 2-o'rinni egalladim. Natijamdan xursandman. Jamoaviy poyga yo'nalishida erkaklar orasida Nikita Palchik, Anton Pamovskiy, Timur Abduhakimov, Artyom Labovikov va Edem Eminovlar 3-o'rinda band qilishdi. Dmitriy Bachernov, Umid Baxtiyorov, Davir Zabirov, Murodjon Xolmurodovlar 2-o'rinni egallagan bo'lsa, Sergey Garelnikov, Aleksey Pamovskiy, Dmitriy Serkov, Daniel Yevdokimov va Nikita Stenkovoylarga teng keladigani topilmadi. 2 kundan keyin Farg'onaga jo'nab ketyapmiz. Farg'onada ham shu chempionat, O'zbekiston musobaqalarimiz va yoshlar o'rtasida. Xullas, umumiy olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda velosportning rivojlanishi juda ham haqiqatan tan olish kerak, juda ham yaxshi. Juda yaxshi e'tibor berilyapti. O'sha davlatimiz rahbari tomonidan viloyatlarga ham juda katta e'tibor berilyapti. Shu tariqa hozirgi kundagi chempionat O'zbekiston musobaqalariga hamma viloyat kelib qatnashish imkoniyati bor. Velosipedlar ham mavjud, inventarlar ham mavjud, yotoqxonalarimiz mana hammasi chiroyli ishlayapti. O'ylaymanki, bundan keyingi musobaqalar ham xuddi mana shunaqa ko'tarinki kayfiyatda, ko'tarinki ruhda bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun velosportchilarimiz orasida Olga Zabelinskaya hamda Murodjon Xolmurodovlar Olimpiya o'yinlari litsenziyasini qo'lga kiritishga yaqin turibdi. Mana aziz do'stlar, 5 kun davomida bo'lib o'tgan velosport bo'yicha respublika birinchiligi ham o'z nihoyasiga yetdi. Aynan bugun, ya'ni Navro'z kuniga bu final bahslari keldi. Bu esa sportchilarimiz uchun qo'shaloq bayramga aylanib ketdi. Imkoniyatdan foydalanib, ijodiy guruhimiz nomidan sizni ham Navro'z ayyomi bilan tabriklaymiz.